Xo'p, demak, bugungi mavzumiz kombinatorika mavzusini o'tamiz. Biroz ovozda muammo bo'lgani uchun to'g'ri tushunasizlar. Imkon qadar o'tishga harakat qilamiz, tushuntirishga kuchimiz yetgancha. Xo'p, kombinatorika mavzusi biz abituriyentlik paytimizda, aynan 18-yil abituriyent bo'lgan bo'lsam, u paytda kombinatorika endi boshlangan edi. Ya'ni DTMda endi tushib boshlagandi. Ya'ni bu so'nggi 4 yildan beri, 4 yil 5 yildan beri juda ko'pchilikga muhokamalarga sabab bo'ladigan misollar va ko'pchilikni qiynaydigan misollar turkumiga kirib qolgan. Kombinatorika bu ba'zi bir qiymatlarning, elementlarning, jarayonlarning kombinatsiyasiga aytiladi. Va kombinatorikaga doir bo'lgan misollarni ana bu listga to'liq taxlangan holatida internetlardan qidirib topdimda, o'shandan har xillarini ko'rsatib beraman. Ko'pchilik kombinatorikani o'rganishda ikkita formulani yodlab oladi. Birinchisi o'rinlashtirish formulasi. O'rinlashtirish formulasi. A orqali belgilanadi. A m n desa, bu m faktorial taqsim m minus n faktorial ko'rinishda bo'ladi. Bu o'rinlashtirish formulasi. Ikkinchisi guruhlash. Bu s m n orqali ifodalanadi. M faktorial taqsim n faktorial ko'paygan m minus n faktorial orqali hisoblanadi. Mana shu ikkita formulani yodlaydi va ishlatishga harakat qiladi ko'pchilik. Chunki formula kitoblarda, asosan formula kitoblarda kombinatorikani yechishda mana shu ikkita formulasini berib qo'ygan va bu bilan kombinatorikani siz hech qanaqa darajada tushuna olmaysiz. Chunki ba'zi misollarni formulaga qo'llay olmaysiz. Shuning uchun biz sizga hozir buni formulasini tushuntirishdan avval misollarning ikkita asosiy holati bor. Birinchisi bog'liq jarayon, ikkinchisi bog'liq emas jarayon degan ikkita turkumga bo'laylik. Ya'ni bog'liq jarayon bor, bog'liq emas jarayon bor. Bog'liq jarayonda ketma-ketlik kombinatsiyalari ko'paytiriladi. Bog'liq emas jarayon desa, ketma-ketlik kombinatsiyalari qo'shiladi. Mana shu ikkita jarayonni farqlay olsakgina qachon buni ishlatishimiz, qachon ishlatmasligimizni tushunishimiz mumkin. Endi xo'p, eng oddiy savollar, DTMda ko'p tushadigan savollar. Endi sertifikatga ham tushadigan savollar. Bir nechta raqam beradi va shu raqamlardan deydi, misol 2 xonali sonlar yo 3 xonali sonlar nechta tuzish mumkin deydi. Yoki aynan bir nechta raqam beradi, misol 2 ga bo'linadigan 2 xonali sonlar yoki 3 ga bo'linadigan 5 xonali sonlar nechta tuzish mumkin degan savollar ko'p aylanadi DTM imtihonlarida. Mana shunaqa savollarni bugun iloji boricha tushuntirib beraman va bitta-ikkita hayotiy qiziqarli misollarni namuna sifatida tushuntirib o'taman. Keyin buni guruhimizga tashlab qo'yaman. O'sha guruhdan ko'rib misollarni o'xshashini biz yechib beramiz. Orasidan qolganlarni o'zingiz yana bir mustaqil ko'rib chiqasiz. Boshladik dars. Demak, birinchisi misollarda tushuntiraman mavzuni eng asosiy holatida. Savatda degan 4 ta anor va 5 ta nok va 5 ta olma. Demak, yozamiz. Demak, anor 4 ta. Nok 5 ta. Olma 6 ta. Savatda bitta mevani tanlashni necha xil usulda bajarish mumkin? Demak, bu hayotiy masala. Siz oldingizga bir savat meva olib kelib qo'yishdi. Ichida anor 4 dona, nok 5 dona, 6 dona olmasi bor. Siz bu yerda turli mevani necha xil usulda tanlashingiz mumkin. Faqat bitta mevani tanlayapsan. Misol, sen anor yeging kelsa, bitta anor olasan. Bitta yeding, to'ymading, ikkinchisini yeding, uchinchisini yeding, to'rtinchisini. Qisqasi 4 ta anor paqqos tushirding. Keyin tugadi. Endi nokka o'tding. Endi bitta narsani siz birinchi tushuning. Sen qo'lingda anor bor, nok bor. Sen faqat bitta mevani xohlayapsan. Agar anor yesang, senga olma kerak emas. Bu
bir-biriga bog'liqmi deganida bu bog'liq emas jarayon. Nega? Chunki sen bitta turli mevani olyapsanmi, ikkinchi mevani xohlamayapsan. Anor olmagan turli meva desak, ya'ni bir-biridan farqli meva desak, bir-biriga hech qanaqa bog'liqlik jihati yo'q. Bitta mevani tanlasang, bu bog'liq emas jarayon. Sen 4 ta anorni yeganingdan keyin nokka o'tding, 5 ta nok yeganingdan keyin nimaga o'tding? Olmaga. 4 plus 5 plus 6 jami 15 xil usulda mevani tanlashing mumkin. Ya'ni bu yerda jarayon bog'liq emas jarayon bo'ladi. Va bog'liq emas jarayon qo'shiladi. Tushundik? Endi aynan ikkinchi masala. Xuddi shu, faqat ikkinchi masalada yana aytgan anor 4 ta degan, nok 5 ta degan. Xo'p, olma 6 ta degan. Shunga degan adashmasam, ha. Endi savol bergan. Ikkita mevani necha xil ustidan tanlash mumkin degan. Endi sen bir payt o'zida ikkita mevani xohlayapsan. Deylik, sen anor bilan nok yeging keldi. Anor oldingmi, yoniga albatta nok ham olyapsan. Ya'ni ikkalasini bitta butun deb qarayapsan. Ikki xil mevani bir butun deb qarayapsan. Ikkitasini birdaniga tanlaganingda, sen anor bilan nokni xohlagan uchun anor nokka bog'liq. Chunki bittada iste'mol qilyapsan. Yoki olma bilan anor tanlaganingda olma anorga bog'liq. Buni bitta deb qabul qilyapsan. Va bog'liq jarayon ko'paytiriladi. Faqat 4, 5, 6 emas. Chunki sen bitta narsani tushun. Bu yerda turlar, ya'ni mevani turlari kombinatsiya qilinadi ikkitadan. Birinchisi, anor bilan nokni bir paytda yemoqchimisan? Ikkovini bittada yemoqchisan. Endi anor bilan nokni bir paytda yeganingda ikkovi bir-biriga bog'lanyaptimi? Ikkalasi bog'liq bo'lsa, ikkalasini ko'paytirasan. Demak, anor nechta? 4 ta, nok 5 ta. Nechta bo'ladi? 20 xil. Demak, sen anor bilan nok kombinatsiyasini 20 xil usulda bajarasan. Endi savol beradi shu yerda ko'pchilik. 4 ta anoring bir xil bo'lsa, ya'ni anor bo'lsa, buni qanday kombinatsiya qilaman? Tasavvur qil. Bittasi kattaroq anor, bittasi kichikroq anor. Bittasi yaxshi pishgan, bittasi chala pishgan. Bittasi nordon, bittasi shirin. Ya'ni meva bir xil bo'lgandan ularni o'zi ham turlicha deb tasavvur qilyapmiz. Tushuntira olyapmanmi? Endi anor bilan olmani yemoqchisan. Agar bir paytda sen anor bilan olmani yemoqchi bo'lsang, ikkalasi bog'liqmi endi bir-biriga? Nima qilamiz? Anor 4 ta, nok 6 ta. Nechta bo'ladi? 24 xil. Keyinchi. Ana endi nok bilan olma qoldi. Ular bog'liqmi? Demak, nok 5 ta, bu 6 ta. Necha bo'ladi? 30 xil. Keyin lekin bitta narsani adashtirmang. Anor nok yoki nok anor bitta narsa. Ya'ni o'rnini almashgan bilan kombinatsiya o'zgarmaydi. Endi savol. Sen masalan bu anor bilan nok iste'mol qildi. Bu anor bilan olma iste'mol qildi. Bu nok bilan olma iste'mol qildi. Uchalasining jarayoni bog'liqmi? Bog'liq emas. Chunki bu boshqa narsani xohlayapti, u boshqa narsani xohlayapti. Bir-biriga hech qanaqa bog'liq emas. Va bu bog'liq emas jarayon nima qilinadi? Endi 3 tasini qo'shasan endi. 20, 24, 30. Necha bo'ladi? Demak, javob 74 xil usulda sen 3 xil mevani ikkitasini tanlashing mumkin. Tushundikmi? Shu va shunga o'xshagan savollar majburiy bloklarda tushyapti. Faqat sal oddiyroq. Majburiy fan matematikasida tushyapti. Asosiyga bu yengillik qiladi, asosiy uchun bular. Davom etamiz. Bunaqa turdagi misollar tushunarli bo'ldi. 4-masala, kechagi testda ham bor edi, qaysidir testda ham. Matnli masalalar ana ko'p kitob ichamiz, o'shanda ham bor. Anvar uyidan maktabdan savdo markaziga borish uchun yo'lni necha xil usulda tanlash mumkin? Endi men rassom emasman. Mana bu uy. Keyin maktabga boryapti, mana bu yerda shkola. Maktab boryapti va savdo markazi, ya'ni Korzinkaga boryapti deylik. Tushundingmi?
Rozimisizlar? Media park deymizmi? Endi uyidan maktabga ikkita yo'l bilan bora oladi. Maktabdan nima edi? Korzinkaga esa 3 ta yo'l bilan bora oladi. Savol bergan. Anvar degan. Uyidan chiqib harakat boshladi. Mana shu yerda bitta bolakay borda. Mana shu harakat boshladi. Uyidan chiqdi, maktab bordi, maktabdan korzinkaga o'tdi. Uni necha xil usulda bajarish mumkin desa, kimdir uyidan korzinkaga o'rtalab o'tsa bo'lmaydimi deydi. Bu yerda yo'l yo'q senda. Ya'ni ko'rsatilgan yo'llar bilan harakat qilishga majbursan. Endi savol. Uyidan birinchi yo'l bilan chiqdi, ya'ni orqa ko'cha bilan boryapti deylik. Orqa ko'cha bilan uyidan keldi maktabda, o'qidi maktabda. Tugatdi darsni. 6-soat qo'ng'iroq chalindi. Mana shu yerda turibdi maktabdan. Ketdi korzinkaga qarab. Xohlasa birinchi yo'ldan, xohlasa ikkinchi yo'ldan, xohlasa uchinchi yo'l orqali borish mumkinmi? Bitta yo'l bilan bordi maktabga, lekin maktabdan korzinkaga 3 ta yo'nalish bor uning. Lekin u orqa ko'chada emas, hovlining oldidagi ketgan yo'l bilan borsa-chi, masalan, ikkinchi yo'l bilan bordi, maktab o'qidi, yana uning nechta yo'nalish bor? Birinchi yo'l bilan borsa ham 3 ta yo'nalishda, ikkinchi yo'l bilan borsa ham 3 ta yo'nalishda. 3 ta jami 6 ta yo'nalishga ega. Agar oddiy holat bo'yicha sanasak, lekin bunaqa sanoq kerak emas. Birinchi jarayon 2 ta holat, ikkinchi jarayonda 3 ta yo'l bor. Ko'paytirasan 6 xil. Savol: nega qo'shmadim, ko'paytirdim? Bog'liq. Nega bog'liq? Chunki uyidan korzinkaga o'tishda maktab bilan o'tyaptimi? Maktab buni bog'lovchi. Ona tilda va bilan bog'lovchi so'z bor-ku. Mana bu uy, ya'ni maktab bog'lovchi bu. Tushundik? Yana aytaman. Bu majburiy darajasidagi savollar. Endi biroz o'zgartiramiz savolni. Qanaqadir o'zimdan boshqa savol o'ylashga harakat qilaman. Uy, chi yozaylik, uy, deylik, shkola, maktab. Bu korzinka o'sha. O'sha boyagi bolajon Anvarmi edi, kim edi o'sha? Uyidan korzinkaga necha xil usulda borish mumkin desa. Endi o'ylaymiz. Nechta yo'l bor? 3 ta. Nechta yo'l bor? 3 tami 4 ta? 4 ta. Qara. 4 ta aslida, lekin e'tibor berilmaydigan jihati yo'nalish. Ya'ni mana bu qaysi yo'l bu? Bu qaytish. Buni borish uchun hech qanaqa aloqasi yo'q. Ataylab chalg'itish uchun yozib qo'yish mumkin misollarda. Bu qaytuvchi yo'l. Bizga esa boruvchi kerak. Demak, borish uchun nechta yo'ling bor? 3 ta. Bu yerda ham nechta yo'ling bor? 3 ta. Bog'liqmi? Nima qilasan? Endi savol. Alohida boya so'radingizlar-ki, maktab emas, boshqa ko'chadan to'g'ridan-to'g'ri korzinkaga borish yo'li ham bormi bitta? Endi savol. Ko'paytirasan, qo'shasan. Nega? Chunki bu jarayon bunga bog'liq emas. Jami 10 xil usul. Tushundingizlarmi? Mana bog'liq va bog'liq emas jarayonlar ishlatiladi. Davom etamiz. Mana nuqtali misol. Qaysidir testda ham yechgan edik mana shu nuqtali misolni. S nuqta, A nuqta borish uchun 3 ta yo'li bor ekan. A bu nuqtaga borish uchun. Endi B ga o'tyapti. D ga boryapti ekan. Bu yerda ham 3 ta ekan. Bu yerda to'g'ri o'tyapti mana bunga. Mana nuqtalar, ko'chuvchi nuqtalar o'sha. Qarang. Savolida S dan D ga borish kerak. Mana yo'nalishini biling sen. S dan boshlashi va D da tugashi kerak harakat. Necha xil usulda boradi? Endi yaxshilab o'ylang. Biz demak S dan
A'ga necha xil usulda boryapmiz? 3 xil usulda. To'g'rimi? Endi biz qayerga borishimiz kerak? Mana biz S dan A'ga keldikda D ga to'g'ri o'tsak bo'ladimi? Bu nechta? Bitta. Bu A'ga borib A'dan D'ga o'tsa bog'lanyaptimi? Bu bitta holat. Endi S dan A'ga bordi, 3 ta yo'li bor. Shu S dan A'ga borib keyin B'ga ham o'tdi. Yana nechta yo'l bor? 3 ta. S dan A'ga A'dan B'ga o'tsa 3 tasi bog'liqmi? Ko'paytirasanmi? Endi B'dan to'g'ri D'ga o'tsa, bu yerda nechta yo'l bor? 2 ta. Uni ham ko'paytirasan? Yana bormi jarayon? Bor. S dan D'ga shunchaki orqa tomondan o'tsa ham mumkin, to'g'rimi? S dan D'ga shunchaki o'tsa nechta yo'li bor uni? 3 ta. Endi bu S dan A'ga A'dan D'ga bitta jarayon. S dan A'ga A'dan B'ga B'dan D'ga bu bitta jarayon. S dan D'ga shunchaki o'tga bitta jarayon. Hammasini nima qilasan? Hisoblang. 9, 18, 24 bo'ladimi? 24 xil usulda. Endi test olib berib yuborgan o'shani boyagi. Endi bunaqa misollar tushundik-a? Xo'p, doskani o'chiramiz buni. Pauza qil. Yozyaptim. 10-si. Demak, 7, 8, 9 da o'xshash 10-masalani ko'ramiz. Doskada degan 10 ta ot. Ot deganda so'z turkumi. Minadigan ot emas. 6 ta fe'l. Xo'p, 9 ta sifat bor ekan. Savol bergan. Gap tuzish uchun har bir so'z turkumidan bittadan olinsa, necha xil usulda gap tuzish mumkin degan. Bu yerda oldin aytib qo'yay, gap tuzilgan gap ma'noga egami yoki yo'qmi bizga ham muhim emas. Qandaydir ma'noni bildirish bildirmaslik muhim emas. Bunaqa agar ma'noga ega bo'lgan so'z topdingsa qiyin masala. Chunki so'zlar berilmagan sizga. Shunchaki 10 ta ot so'z turkumi, xo'p, 6 ta fe'l va 9 ta sifat olishingiz va har biridan bittadan aralashtirib 3 ta so'zdan bitta gap tuzishingiz kerak. Uni necha xil usulda amalga oshiriladi? Savol. Men bitta ot olganimdan keyin bitta fe'l, bitta sifat ham ishlatishim kerakmi? Uchovini birdaniga olsam, uchov bir-biriga nima qiladi? Bog'lanadimi? Bog'lansa u nima qilinadi dedik? Bog'liq jarayon ko'paytiriladi. Ya'ni 10, 6 va 9 necha bo'ladi? Javob bo'ladi. 540 usulda. 540 xil usulda gap tuzish mumkin. Tugadi bu. Davom etamiz. Na 13-misoli. 13-misol. Qarang. Megaplanet gipermarketining hamma uy uchun bo'limida 15 xil piyola bor, 8 xil vaza bor. Mana xostavarga boribdi. Chinni magazinga boribdim endi. 15 xil piyolasi bor ekan. Vaza. Vaza nimani bilasizlar? Nima? Bilmayman dedim. 8 xil vaza. 10 xil choy qoshiq. Mayli, choy qoshiq. Qoshiqda 10 xil qoshig'i bor ekan. Nazira xola turli nomdagi ikkita buyumni sotib olmoqchi. Qarang, Nazira xola turli nomdagi ikkita buyumni sotib olmoqchi. Ikkitasini sotib olmoqchi ekan. U buni necha xil usulda bajaradi? Demak, bitta Nazira xolamiz bor ekan. U idish tovoq sotadigan magazinga boribdi-da, ko'ryapti, piyola, vaza, qoshiq ko'ryapti. U faqat ikkita mahsulot olmoqchi. Yoki oladi vaza bilan piyola, yoki vaza bilan qoshiq oladi, yoki piyola bilan qoshiq oladi.
xuddi boyagi mevani ikki xil tanladik-ku, o'shanaqa kombinatsiya qilinadi. Endi qarang. Nimani tanlaymiz? Misol, piyola bilan vaza olmoqchimiz. Piyola bilan vazani tanlagan ikkovi bir-biriga nima qiladi? Bog'lanadi. Bog'liq jarayonchi ko'paytiriladi. Demak, 15 kara 8 necha bo'ladi? Demak, 120 xil usulda tanlaydi piyola bilan vaza. Endi piyola bilan qoshiq olmoqchi. 15 ni 10 ga ko'paytirsang 150 xil bo'ladi. Endicha vaza bilan qoshiq oladi. 8 ni 10 ga ko'paytirsang necha bo'ladi? 80 xil. Savol. Piyola bilan vaza olganida piyola qoshiqqa bog'liqmi? Ikkitasi alohida jo'ra, ikkitasi alohida jo'ra. Bular nima qilinadi keyin? Jamlash uchun uchovini ham qo'shishimiz kerak. Qo'shamiz. Necha bo'ladi? 350. Aniqmi? Demak, Vazira xolamiz 350 xil usulda tanlay oladi ekan ikkita mahsulot. Tushuntira oldimmi? Davom etamiz. Mana bu ham yaxshi savol. 17. Tepadagi buloq Zomin tog'lari desam bo'ladimi? Mana Zomin tog'lari. Mana uchida qoram chizib qo'ying. Endi qarang. Zomin tog'lari tepaga chiqish uchun 6 ta yo'li bor ekan. 6 tamidi, nechtadir-da? 7 ta ekan. Bizga farqi yo'q, aynan yechaylik. 6 ta ekan, boshqasini o'qima. Borish uchun 6 ta yo'ling bor ekan. Sayohatchi degan mana shu tog'ga, ya'ni buloqqa, ya'ni tog' uchiga chiqmoqchi Zomin tog'iga. Shuni necha xil usulda borib kelish mumkin degan. Faqat degan sharti bor edi. Tepalikdagi buloqqa 6 ta yo'l olib borsa, sayoq borgan yo'lidan qaytmaslik sharti bilan necha xil usulda borib kelish mumkin. Tushuntira oldik. Mana shunaqa savollar, yaxshi savollar, bu oddiy, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydi. 6 tada borsa, 6 tada tushadi, yo'q. Chunki aytgan o'zi, borgan yo'lidan qaytmaydi. Misol, Sanjay, sen birinchi yo'ldan bordingmi? Endi bo'ldi, birinchi yo'l sening uchun atmaydi, chunki sen undan borgansan. Demak, savol, birinchi borish haqida gaplashaylik. Borishda nechta yo'ling bor? Xohlasang 6 tadan bittasini tanlaysan, demak sen borish uchun 6 xil usuling bor. Xohla 1 dan bor, xohla 2 dan, xohla 4-yo'ldan bor. Lekin qaysidan borsang, o'shandan nima qilmaysan? Tushmaysan. Demak, 1 dan borsang, 1 dan bording, mana shu yerga chiqding toqqa. Tog'dasan sen o'zi. Lekin pastga tushyapsanmi? Endi nima qilmaysan? Borgan yo'lingdan tushmaysan. Qaytishga nechta varianting bor sening? 5 ta. Qo'shamizmi? Chunki borish qaytishga bog'liq, uchib tushmaysan-ki sen. Tushundingmi? Nima qilasan endi? Ko'paytirasan, necha bo'ladi? 30 xil usul bilan borib kelish mumkin. Tushundikmi? Davom etamiz. Keyin 22-masala, hayotiy masala, sizlarning masalalaringizda. Do'konda 8 xil pidjak, 5 xil shim, 4 xil galstuk sotilmoqda. Pidjak demak necha xil? 8 ta, ya'ni 8 xilda. 8 tami xilmi deb yozib qo'yaylik. Xo'p, shim 5 xil. To'rt xil galstuk bor. Nimaligini bilasizlar-a? Bo'yin bog' desang. Uyi to'la bir shkaf to'la kiyim, lekin kiyimim yo'q deb yig'laydiganlar uchun-da. Sizga hozir o'sha necha xil kiyinish kombinatsiyasini qilib beramiz. 22-masala shu bo'lsa, pidjak, shim va galstukdan iborat uchlikni tuzish necha xil usulda. Demak, sen pidjak kiyishing kerak, shim kiyishing kerak, bitta galstuk boylashing kerak. Ya'ni har biridan bittadan ishlatishing kerak, shuni necha xil usulda bajaraman. Endi misol, qora shimni kiydik, sariq pidjakni kiydik, qora bo'yinbog' taqdim. Endi mana bu galstukdan 4 xil. Faqat bitta narsani tushun. Shim, pidjak o'zgarmadi. Faqat misol
Oynaga qaradim, qora galstuk taqdim, yoqmadi. Oqni taqdim, yoqmadi. Qizil taqdim, yoqmadi. Ko'ki bor ekan, ko'kni ham taqib ko'rdim. Bitta galstukni 4 xil kombinatsiya sanayapsan. Tushuntira oldim? Endi misol, shiming yoqmadi. Qora shimni emas, oq shimni kiyishing mumkin. Ko'k shimni kiyishing mumkin. Ya'ni bitta jarayonni o'zi almashganida qolganlar o'zgarmayapti. Yoki ikkitasini o'zgartirganingda bittasini o'zgartirmayapsan. Qisqa qilib aytaman. Bog'liqmi, bog'liq emasmi? Chunki shim, pidjak, galstuk uchovi bittada olinyaptimi? Demak, bir-biriga bog'liq. Nima qilasan? Bog'liq jarayon ko'paytirasan. Demak, 8, 5, 4. Necha bo'ladi? 160 mi? Ko'ryapsanmi sen? 160 xil stil yaratishing mumkin ekan. Bu chakana narsa emas bu. Jam. Yana shunaqa kiyim masalasini yechamizmi? Bir xursand bo'linglar. Kiyimim ko'p ekan deb. Yigirma 25 ham shunaqa ekan. Xo'p, davom ettiramiz. Buni tushundiga, bu dastlabki holat bog'liq va bog'liq emas jarayon. Eslab qoling. Bog'liq bo'lsa jarayon ko'paytiriladi, bog'liq emas. Bir vaziyat ikkinchi vaziyatga farq qilsa, bir-biriga hech qanaqa bog'liq jihat bo'lmasa, ular qo'shiladi. Hozircha. Endi qarang. Keyingi qismga o'tamiz. Xo'p, o'rinlashtirish degan joyga o'tamiz. Bu yerda Pn n faktorial degan formulani ishlatamiz. Bu nima? Bu qanday yechiladi? Hozir buni yechishda men sizga bir nechta misollar bo'yicha tushuntiraman. Masalan, 26-misol. Formulani misol tushuntirib, keyin formulaga qaytamiz. 5 ta turli xatni 5 ta konvertga necha xil usulda solish mumkin? Konvert. Bilamizmi konvert? Konvert bor. Mana konvert. Mana bunaqa konvert. Bilamizmi? Xat soladigan. Sen qo'lingda 5 ta xat yozding. 5 kishiga xat yozding. O'sha 5 ta xatingni 5 ta konvertga necha xil usulda joylashing mumkin? Deylik, qara. Birinchi konvert qimmatidan deylik. Qo'lingda 5 xil xat bor. Birinchi xatni solsang, ikkinchi xatni solishing, uchinchisini, to'rtinchisini, beshinchisini. Demak, birinchi konvert uchun 5 ta xating 5 ta kombinatsiya bo'ladi. Demak, birinchi konvertga 5 ta xatni joylash mumkin. Birinchisi uchun 5 xil kombinatsiya bor. Lekin qaysidir birini nima qilasan? Joylaysan. Bittasini joylading sen. O'sha bittasi kamaydi. Nechta qoldi xating? 4 ta xating bor. Endi sen ikkinchi konvertga o'tyapsan. Ikkinchi konvertga 4 xil kombinatsiyang bor. Demak, unga ham qaysi bitta xatda soldingmi? Endi qo'lingda 3 ta xat. Uchinchi konvertga 3 ta, yana bittasini joylading. Ikkinchi konvertga 2 ta, birinchi konvertga 1 ta. Endi savol. Bular bog'liqmi bir-biriga? Chunki bitta narsa bog'liqligini tushuntiraman. Misol, sen birinchi konvertga solgan xating bor-ku, o'shani yoqmadi-da, uni oldingda 2 ga solding, 2 ni 1 ga almashtirding. Ya'ni bir-biriga almashtirishing mumkin. Bir-biriga o'zgartirishing mumkin. Bu bir-biriga nima degani? Bog'liq degani. Nima qilinadi? Ko'paytiriladi. Endi o'ylab ko'r. 1 dan 5 gacha ko'paytma. Bu nima bu aslida? 5 faktorial nechiga teng? 120. Demak, bu endi formulaga tushuntiraman. N ta elementni n tadan qilib o'rinlashtirish n faktorial. N ta elementing bor. Masalan, mana 6 ta o'quvchi bor. U 6 ta o'rindiqda, ya'ni 6 ta stulda o'tiribdi. Shu 6 tasini necha usulda joylashtirish mumkin desam, 6 tasi 6 ta o'ringa o'tkazyaptimi? Ya'ni bitta o'rin ortib ham qolayotgani yo'q, yetmayotgani ham yo'q. Faqat prosta ular joyini almashtiryapti. Shu element o'zini o'rnida, faqat o'rnini almashtirishi bu n faktorial degan ma'noni bildiradi. Tushunarlimi? Davom etamiz.
27-masala. Tug'ilgan kuningizga taklif etilgan 6 ta do'stingiz bor. 6 ta stulga o'tirish kerak. Stul chizmayman men sizga. 6 ta stul bor. Gaplashding qayerda? Restoran gaplashding, Osiyani gaplashdingmi? Ana uni gaplashdingmi? Bitta xonachani, banketxonani qildingda 6 ta kishilik joy qilding. Tug'ilgan kun o'tkazyapsan. 6 ta jo'rang chaqirgansan, 6 ta dugonang chaqirgansan. Kimdir bittasi bo'ladi, shoshib eng birinchi keladigan. Shu birinchi keladigan jo'rang kelsa, u 6 ta o'rindan xohlaganiga o'tirishi mumkinmi birinchi kishi? Birinchi o'rtog'ing keldi. U xohlasa birinchi eshik yoniga o'tirib ko'radi, yoqmaydi, keyin almashtiradi, eng to'rga chiqib oladi. Birinchi kelgan kishi 6 ta joy bormi uning tanlash uchun? Demak, birinchi kishi uchun 6 ta kombinatsiya bor. Ya'ni 6 ta joy bor tanlash uchun. Tushunyapsan? U qayerdir nima qildi? Qayergadir o'tiradimi? Bitta joy bandmi? Ikkinchi o'rtog'ing keldi. U nima qiladi endi? U endi qolgan nechta joy bor unga? Unga 5 ta joyi bor endi. U tanlash mumkin bo'lgan 5 ta o'rin bor. Chunki bittasi o'zi zaynat. Demak, ikkinchisi 5 ta o'ringa o'tiradi. U ham bittasiga o'tirdimi? Uchinchisigacha, uzr, to'rtinchisiga 4 ta, bittasiga o'tirsa, uchinchisiga 3 ta, ikkinchisiga 2 ta, va oxirida kelgani majbur o'sha oxirida qolib ketadi. Kech kelgani uchun. Bir-biriga nima qilinadi? Yana o'ylab ko'r, qara. Buni yozish shart emas, faqat tushuntirish uchun. 6 ta kishi, mana 6 ta kishi 6 ta o'ringa o'rin almashyapti. Bu nima bo'ladi dedik? N faktorial, ya'ni 6 kishimi 6 faktorial bo'ladi. 720 bo'ladimi javob? Ko'ryapsan? 6 ta jo'rangni 6 ta o'ringa 720 xil bilan kombinatsiya qilish mumkin. Bu chakana son emas bu, katta qiymat bu. Tushunarli? Davom etamiz. Endi so'z yasash degan misollar 31. Barno so'zidan harflar o'rnini almashtirib, nechta so'zga hosil qilish mumkin degan. Barno so'zi bor. Kimningdir ismi bu. Shu harflarni o'zini o'rnida almashtirishing kerakda, boshqa so'z yasashing kerak. Yana aytaman, ma'nosi bor yoki yo'q bizga muhim emas. Misol, a bilan b ni almashtirsang. A bilan no qanaqadir. To'g'rimi? Misol, r bilan b ni almashtirsang. Nima bo'ladi? R no qanaqadir. Ya'ni nima qilyapsan sen? Shu nechta bu? 5 ta. 5 ta harfning shu prosta joyini almashtirib so'z yasayapsan. Na bitta harfni olib tashlamayapsan, na boshqa bir harf qo'shmayapsan. Shuni o'zini o'rnida almashtiryapsan. Nima bo'ladi bu? O'rinlashtirishmi? Nechta harf bor ekan? Ya'ni 5 ta. Shunda nima bo'ladi dedik? 5 faktorial. Bu degani 1 2 3 4 5 120 xil usulda kombinatsiya qilish mumkin. Tushunarli? Tushundingmi buni? Birdaniga men matematika so'ziga o'tib ketaman. 34. Qarang. Matematika. Xato yozmadiga. Matematika so'zidagi harflar joyini almashtirib, necha xil usulda so'z tuzish mumkin? Birinchi, nechta harf bor matematikada? 10 tami? Demak, n 10 ta. Nima bo'ladi dedik? Bu 10 faktorial bo'ladi. Lekin bor. Harflar turlichami? Yo'q. Barno so'zda hamma harf turlicha, o'xshash harf yo'q. Lekin bu yerda qaytarilgan, ya'ni takrorlangan harflar mavjud. Bular m nechta takrorlandi? Qara, doimo umumiy hadlarini soni bo'yicha faktorial deb olasan, bu umumiy qismi va takrorlangan harflar soniga faqat takrorlanganlariga bo'lasan. M nechta takrorlandi? 2 marta n qatnashgani uchun 2 faktorialga bo'lasan. Nega?
Chunki mana bu m'ni o'rnini qancha almashtirsang ham u bitta m vazifasini bajaradi. Ya'ni uni qayta almashtirsang, yangi so'z hosil bo'lmaydi. Mana m bilan m ni almashtirsang, baribir matematikami? Tushuntira oldimmi? Endi yana qaysi? A nechta? A 3 ta qatnashgan. 3 ta A qatnashgani uchun 3 faktorialga ham bo'lasan. T-chi? T 2 ta qatnashgani uchun yana 2 faktorialga bo'lasan. Yana bormi? Boshqa 2 marta qatnash, ya'ni takrorlangani yo'q-a? Doimo umumiy qiymatini takrorlanganlar soniga bo'lasan. Tushundingmi? 10 faktorial degan nima u? 1, 2, 3, 4, 5 to nechigacha? 10 gacha ko'paytma. 2 faktorial 1 kar 2, 3 faktorial 1, 2, 3. Ya'ni 2 faktorial 1, 2. 3 tasi ketdimi? 2 kar 2 nechi? 4 bilan 4 ketsa, 5 dan nechigacha qoldi? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menga shuni ko'paytirib beringlar. 141 ming. Aniqmi? Demak, 141 ming 200 xil usulda matematika so'zini o'rnini almashtirib so'z yasashing mumkin. 141 ming 200 ta katta narsa bu. Tushunarlimi? Takrorlanganlar soniga doim bo'lasan. Keyin mana shu tipdagi savollar ko'proq tushadi. Ya'ni takrorlanmaydiganiga qaraganda harflari yoki qiymatlari, ya'ni ketma-ketlik, ya'ni bir necha marta qaytarilgan holat ko'proq. Mana bunga doir misollar tushish ehtimoli bor. Lekin ikkovini ham tushuna oling. Tushunarlimi? Tushunamiz. Endi biz raqamli kombinatsiyaga to'xtalamiz. Aynan o'zi buni yechishim shart emas, mayli shundan ko'rib beray, chunki shunga qarab tahlil qilasizlar. 42 24975 sonini raqamlar almashtirib nechta 5 xonali son tuzish mumkin degan. Boyagi narsa. O'zi necha xonali son? O'zi 5 xonali son, shu 5 ta xonani kombinatsiya qilish kerak. Bu nima bo'ladi? Bu oddiygina boyagida endi 5 bo'lsa nima bo'ladi dedik? 5 faktorial 120 bo'ladi. Bu oddiy. Endi men o'zimdan boshqa misol yozaman. Buni qo'yib turaylik hozircha, mayli. Yanada chuqurroq tushunishingiz uchun savol beradi, misol. Ushbu raqamlar orqali nechta aytilish kerak turli so'zi yoki ixtiyoriy so'zi? Ya'ni nechta turli 3 xonali son tuzish mumkin deb savol beradi. Ba'zan nechta 3 xonali ixtiyoriy son tuzish mumkin deb beradi. Lekin ikkovini ham aytmasa, doim ixtiyoriy deb qaraladi. Ixtiyoriy deb qaraladi. Agar turli degan joyi, har xil degan joyi bo'lmasa, ixtiyoriy deb qaraladi. Nima demoqchiman? Misol yozing. Nima dedik hozir? Shu raqamlar orqali nechta hozircha turli dedik, necha xonali? 3 xonali son tuzamiz. Doimo bunaqa misollar eshitganda 3 xonali desa 3 ta, 4 xonali desa 4 ta xona tuzib oling o'zingiz uchun. Mana 3 ta xona ajratib oldim. Tushunishingiz uchun. Bizda 3 xonali son 3 ta xonadan iborat. Va turli degan so'zi nima? Misol sen 333 degan 3 xonali soning bor. 477 degan soning bor. Lekin turli degani raqamlari. Mana shu raqamlarni turlicha ishlatishing kerak. Ya'ni 2 ta bir xil raqam, 3 ta bir xil raqam ishlata olmaysan. Raqamlar turli bo'lishi kerak. Agar ixtiyoriy deganida-chi, ixtiyoriy deganida ishlatishing mumkin edi. Ya'ni 3 ta 3 ni, 2 ta 7 ni yoki 2 ta 4 ni, ya'ni bitta raqamni 2 marta, 3 marta qayta ishlatishing mumkin. Lekin turli degani yoki har xil deganda yo'q. Mana shu narsani e'tiborli bo'l. Endi men qo'limda nechta raqam bor? 5 ta. Birinchi xonaga 5 xil raqamning hammasini ishlata olamanmi? Xohlasam 3 yozaman, 4, 7 ni, 9, 5 yozaman. Lekin bittasini yozishim kerakmi? Mana yuzlar xonasiga bitta raqamni band qildim. Bittasi ketdi. Ikkinchi xonaga nima qoladi? 4 ta xona qoladi. Ya'ni 4 qolmaydi. 4 ta son qoladi. Mana bunday yozing.
birinchi xonaga men 3 yozdim, 4, 7 ni, 9, 5 yozdim. Men demak 5 xil raqam yoza olaman bu yerga. Balkim 3 yozdim, balkim 7 ni yozdim, balkim 5 yozdim. Lekin bittasini yozdimmi? Aynan qaysiligi emas, bittasi ketdi o'sha. Ikkinchi xonaga 4 misol 7, 9, 5. Necha xil raqam qoldi endi? Nega? Bittasi ishlatildi o'sha. Tushundingmi? Endichi ikkinchi xonaga ham qaysidir bitta raqam ishlatdimmi? Aynan qaysiligi emas, qaysidir biri ishlatildi. Nechta qoldi? Uchinchi xonaga 7, 9, 5, ya'ni 3 xil raqam qoldi. Savol: bog'liqmi, bog'liq emasmi? Nega? Chunki raqamlar orqali bitta butun son yasayapsanmi? Demak, bog'liq bo'lsa ko'paytir necha bo'ladi? Demak, sen 60 xil son yasashing mumkin. Kechagi fevralda bo'lib o'tgan milliy sertifikatda ham shunaqa savol bor. 3 xilmi, 4 xilmi son berganda 10 ni 5-dan kichik nechta turli 3 xonali son yasash mumkin degan savol bor. Milliy sertifikatda tushgan savol. Faqat unda cheklov bergan. Mana shu songachasi degan 10 ni 5 degani 100 mingdan kichigi kerak senga. 5 xonalimada 5 xonali son edi. Endi savolni o'zgartiraman. Ya'ni aynan shuni olaylik. 3, 4, 7, 9, 5. Nima deymiz? Shu raqamlar orqali nechta ixtiyoriy degan joyni qo'shib qo'yaman. Ixtiyoriy. Necha xona? Mayli 3 xonali. 3 xonali son tuzish mumkin. Demak, nima qilamiz dedik? 3 ta xona yasab olasan. Endi ixtiyoriy degan jumla sening uchun bundan farq qiladi. Misol, boya aytdik. Sen mana bunda agar kimdir buni tushunmasa harakat qilib ko'radim de. Misol 3 yozib ko'radi-da masalan. 3, 4, 7. 347. Bitta 3 xonali son. 4 3 ni almashtirib 437. Bitta son. 7 bilan 3 ni almashtirib 743. Bitta son, to'g'rimi? Hali buni holati ko'p. 734 bitta son. Misol 475 yozish mumkin yoki 795 yozish mumkin. Mana shu raqamlar orqali nima qilyapsan? 3 xonali son yozib chiqishing kerak. O'yla, 60 ta son yoza olasanmi? Yo'q, yozishing mumkin. Lekin bitta misolga ketdi o'sha 15 minut vaqting, 20 minut vaqting. Bil oson usul. Ixtiyoriy deganda nimani tushunasan? Yozib ko'rsatyapman. Misol 347 deb yozsam ham mayli. 377 deb yozsam ham mayli. 555 deb yozsam ham mayli. Nima bo'lyapti? Bitta raqamni qayta ishlatishing mumkin demoqchi ixtiyoriy degan jumla. Bu degani birinchi xonaga nimani ishlata olasan? 5 chalasini ham ishlata olasanmi? Ikkinchi xonagacha yana 5 ta. Nega bitta kamaymayapti? Chunki bunga yozgan raqamingni unisiga ham yoza olasan ixtiyoriy degan. Uchinchi xonaga nechta bo'ladi? Unga ham 5 ta. Chunki uchovini ham bir xil yozishing mumkin. Shunda tushundiga bu 125 xil yozish mumkin degan kombinatsiya. Tushunarlimi? Endi yana o'zgartiraman. Ushbu raqamlar orqali misol qisqa yozib qo'yaman. Ixtiyoriy nechta 4 xonali. 4 xonali son tuzamiz. Demak, nima qilamiz endi? 4 ta xona chizib olamiz. Savol: birinchi xonaga nechta raqam ishlatamiz? Senda 6 ta raqaming bor-ku. Ha, sen uchun 0 birinchi raqamda kela olmaydi. 4 xonali son bo'lsa 0548 degan son yo'q-ku. Demak, birinchi xona 0 bo'lishi mumkin emas. Mayli ixtiyoriy deysan, lekin 0 yoza olmaysan birinchi xonaga. Demak, birinchi xonangga misol 2 ni, 4 ni, 7 ni, 8, 3 yozasan. Shuning uchun 5 ta. Ixtiyoriy desa, keyingi xonalarga ham 2, 4, 7, 8, 3 yoza olamizmi? Ya'ni ixtiyoriy degani qayta ishlatishing mumkin raqamlar va 0 ni ham ishlatasan. Chunki ikkinchi xonadan 0 kelishi mumkin. Nechta bo'ladi bu yerga? Keyingi xonaga ham 6 ta. Undan keyingi xonaga ham nega? Ixtiyoriy desa qayta ishlatishing mumkin. Hisoblab beringchi. 1080. 1080 xil. Keyin hisob kitobiga e'tiborli bo'lasiz.
Men sizlar aytgan narsani yozyapman. Mabodo adashib qolsa ham o'zing to'g'rilab qo'yasan. Bizga yechilishi muhim. Hisob-kitob o'zingga havola. Buni tushundikmi? Xuddi shu savol har xil degan joyi 02 4 7 8 3. Savol berdi. Har xil nechta 4 xonali son tuzish mumkin? Ya deylik 4 xonali son. Demak, yana 4 xona chizib olasan. Birinchi xonangga 5 tasini ishlatasan, 0 birinchi xonaga kirmaydi. Chunki 0 bilan boshlamaydi. Birinchi xonangga 5 ta soning bor. Lekin mana yozaman. Misol 2 ni, 4 ni, 7 ni, 8, 3 yozding, lekin bittasini ishlatdingmi shu 5 tadan ikkinchi xonaga nima qoldi? Misol 4, 7, 8, 3 qoldi. Sen qaysi bittasini ishlatding sen? Har xil deganida sen bittasini ishlatsang, ikkinchisiga uni ola olmaysan. Ixtiyoriy deganda qayta xonalarga bir raqamni ishlata olasan, ya'ni 2 marta, 3 marta deb. Har xilda yo'q. Bittaga kamaydi, lekin nima bor senda? 0, chunki 0 olmagansan. Endi nechta bo'ladi? Baribir 5 ta. Chunki bittasi kamaydi, o'rnida 0 bor. Lekin yana bittasini ishlatishing kerak. Keyingi xonaga nechta qoldi? 7, 8, 3 misol 0. 4 ta qoldi. Chunki 4 ta qoldi. Chunki bittasini ishlatding. Undan keyingi xonagacha yana bittasini ishlatsang 8, 3 0, 3 ta. To'g'rimi? Demak, nima qilamiz bular? Necha bo'ladi? Aniq. Demak, 300 xil har xil 3 xonali son tuzish mumkin. Farqiga qara. Senga ertaga savol berilganida ikkala javob ham bo'ladi. Lekin sen nimani so'raganini bil. Har xil degan bo'lsa 300, ixtiyoriy degan bo'lsa 1080 olaman degan fikr tushunisha olishing kerak. Kelishdiga? Men savolni yana o'zgartiraman. Mana shu aynan raqamlarga doir bo'lgan savollar ko'p tushadi-da testlarda. Shuning uchun shuni har xil holatini ko'rishga harakat qilyapmiz. Xo'p. Savol quyidagicha. Demak, 3, 4, 5, 7, 3 nechta turli 2 ga bo'linadigan degan savol bo'lishi mumkin. Misol yoki juft son deyish mumkin yoki toq son deyish mumkin. Turli to'rxonali son tuzish mumkin. Qani endi to'rxonali sonmi? To'rxonali sonni chizasan. Endi savol 2 ga bo'linish belgisi oxirgi juft. Va senda juft raqam nechta? Bitta. Demak, oxirgi xonang 4 bo'lishi nima? Shart. Ya'ni o'sha 4-xonang zaynat. Sen endi 4 ta emas, 3 ta xonada kombinatsiyani bajarasan. Chunki sen uchun 4-xona bu 4 bo'ladi, chunki u juft raqam va 2 ga bo'linishi kerak. 4 ni o'rnini almashtira olmaysan. Tushuntira oldim? Demak, senda nechta raqaming qoldi? Sen bitta 4 ni ishlatding. Nechta qoldi? 1, 2, 3, 4 ta raqaming bor. Bunga masalan 3 ni, 5 ni, 7 ni, 3 ni yozishing mumkinmi? Nechta raqam ishlata olasan? 4 xil. Lekin bittasini ishlat, chunki turli bo'lsin degan. Demak, bunga nechta? 5, 7, 3. Bunga 3 ta xonang bormi? Bunga ham yana bittasini ishlatsang 7, 3. Nechta raqam qoldi? 2 ta. Buni tegilasanmi? Xohlasang bitta deb yoz, shart emas. Bular ko'paytirsang necha bo'ladi? Ha? Turli degan? Nima farqi bor? 3 2 marta yozdim. Ha, bo'ldi. Men o'zim e'tibor bermayman, uzr. To'g'ri aytayapti. 3 2 marta yozildi. Shuni hozircha 5 qilib qo'yaylik, mayli? 5 ham bor. 9 qilib qo'ysam rozimisan? Demak, mana buni 9, buni 9. E'tibor bermayman, uzr. Tushundiga? Raqamlar turli. Boyagidan ham hozir ko'ramiz. Tushundiga buni? Xo'p.
Sonlar bo'yicha davom etamiz. Masalan 51-misol. Ana boyagi listdan ko'rib beraman endi. 51 qarang. Savol bergan. Alida 3 ta fizika, 2 ta matematika kitoblari bor. Demak, fizika 3 ta kitob, matematikasi 2 ta. Misol fizika, misol 11-sinf fizikasi, 10-sinf va 9-sinf fizikasi 3 xil. Matematika misol bitta qo'lda algebra kitob, bittasida geometriya kitob bor. Deylik, endi farqli kitoblar demoqchimiz. Savol bergan, Ali matematika kitoblarini yonma-yon bo'lish sharti bilan u 5 ta kitobni jami necha xil usulda kombinatsiya qiladi? Qarang, yaxshi savol. Tasavvur qiling. Sizning qo'lingizda 3 ta fizika bor, 2 ta matematika bor. Javon, shkafga terib qo'ymoqsan kitoblaringni. Sen aytyapsan, 2 ta matematika kitobim yonma-yon turishi shart degan xulosa qilyapsan. O'zi aytganda, matematika kitoblar yonma-yon tursin degan. Demak, senda 5 ta kitobing bor, to'g'rimi? Mana 1, 2, 3, 4, 5 ta kitobing bor. Lekin senda mana bu matematika, fizika bo'lsa, 2 ta matematika nima bo'lish kerak? Yonma-yon turishi shart degan. Shunda sen nimani kombinatsiya qilasan? Faqat fizika. Tushuntira olyapmanmi? Ikkitasi yonma-yon degani matematika yonma-yon degani uni bitta butun deb qara, bo'ldi. U bitta butun. Yopishtirib qo'yding bir-biriga, skotchlab qo'yding. Ajratmayapti hech kim uni. Tushunarlimi? Mayli, 3 ta matematika bo'lganda ham uchovi ham yonma-yon tursin desa, sen uchalasini bitta deb sanaysan. Chunki uni almashtirmayapsan, yonma-yon turyapti ular. O'zgarmasin degan, yonma-yon tursin degan. Tushunarlimi? Endi savol. Qarang. Nima qilamiz shunda buni? O'zi shunday deganmidi? Yonma-yon tursin deganmi? Da, yonma-yon tursin degan. Endi savol. Bu yerga men nechta, mana bu bitta matematika deb qaradik. Fizika deb qaradik. Ya'ni 11-sinf, 10-sinf, 9-sinf fizikasi. Sen javoningda 4 ta joy bor. Chunki sen endi 4 ta kitobni kombinatsiya qilyapsan. Chunki ikkovini bitta butun deb qara. Birinchisiga nechta yoza olasan? 4 ta. Ikkinchisiga unga keyin va bitta. Nega? Chunki o'ylab ko'rdi. O'ylayapsan? Endi sen mana bu yerga misol matematikani solsang, bu yerga fizikani solsang, bu yerga fizikani solsang, bu yerga fizika solyapsan. Bittadan nega kamayapti? Chunki bittasini bu yerga soldingmi, bo'ldi. O'zi bitta joy band, bitta kitob yo'q senda. Bu necha xil bo'ladi? Javob 24 bo'ladimi sizga savol? Men senga boya atay aytdim. Algebra va geometriya deb atayaptim. Endi o'ylab ko'r. Aynan yonma-yon tursin desa, misol chap tomonda algebra, o'ng tomonda geometriya qilsang, bitta holatmi? Ikkovini o'rnini almashtirsang-chi? Yana bitta holat bo'la oladimi? Ya'ni algebra geometriya deb tartibla yoki geometriya algebra deb tartibla. Ikkovini o'rnini almashtirsang ham baribir yonma-yon turibdimi? Demak, bu yonma-yonlik nima bo'ladi? 2 karraga ortadi. Chunki har bir holatning algebra geometriyani o'rnini almashtirgan jarayon bor. Demak, sen endi 24 2 ga ko'paytirasan, 48 xil bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni matematikalarni bitta butun deb qaradingda, 3 ta fizika bilan kombinatsiya qilganing bu bitta holat bo'lsa, matematika 2 ta kitobni yonma-yon almashtirganing u yana bitta kombinatsiya bo'ldi. Agar 3 ta matematika bo'lsa-chi, endi 3 ta matematikaning kombinatsiyasini ham alohida bajarasan. Tushunarlimi? Ya'ni misol chuqurlashib ketaveradi agar misol holatini o'zgartirsak. Yetib bordimi hammaga? Davom etamiz. Endi qarang. Bitta masala. Og'zaki o'qiymiz va keyin birga yechishga harakat qilamiz. 57-misolda 56. Yo'q, 56. 56 ni ham tushuntiray.
Ushbu kartalarni bir qatorga necha xil usulda terish mumkin degan. Ha, mana bu ham yaxshi savol ekan. Qarang. Rejissor. 56. Eshiting. Karta bor. Bir raqamli karta. Chillik deylik. 1. Men toppon yozgan ekan, men toppon chiza olmayman-da hozir. Savol bergan. Eshiting, bu ham variantlarda tushadigan savol. Qarang. Ushbu kartalarni bir qatoriga necha xil usulda taxlash mumkin? Bu ham yaxshi savol. Ko'pchilik adashadi. Nega? Ikkita bir bor, ikkita ikki bor, bitta uch bor. Sen agar mana bu bir bilan birini o'rnini almashtirsang, baribir bir bo'lib qoladi. Endi savol, buni qanday yechamiz? Kimda fikr bor? Aytingchi bir. İkisini bitta qilib bosib. Endi ikkitasini bitta qilib kombinatsiyasini sanab almashtirsak bo'ladi. Lekin undan osonroq holat bor. Boya matematika so'zini ishlatdik-ki, o'sha sen uchun osonroq bo'ladi. Chunki adashib ketasan boyaga. Eshiting. Jam nechta? Endi bizda 5 ta karta bormi? Demak, birinchi nima qilamiz dedik? 5 ta elementni 5 ta kombinatsiyasi 5 faktorial bo'ladi. Va takrorlanganlari bormi? Ikkita bir takrorlangani uchun nima qilasan? 2 faktorialga. Ikkita 2 takrorlangani uchun yana 2 faktorialga bo'lasan. Mana bu sening uchun oson usul. Boya bitta savol yozdik-da 3 yozib qo'yib almashtirdik-ki, o'shanda ham shu usulni ishlatasan. Takrorlangan soniga bo'lasan. 5 faktorial nima degan? 1 2 3 4 5. 1 kar 2 yana 1 kar 2. 4 ketdimi? 2 kar 3 6 6 kar 5. Demak sen 30 xil usulda taxlashing mumkin. Tushundikmi? Son bo'ladimi, element bo'ladimi yoki so'z bo'ladimi, hammasida takrorlanganlar, ya'ni bitta qiymat 2 marta, 3 marta, necha marta takrorlansa, jami kombinatsiyasini takrorlanishlar soniga bo'lasan ekan. Tushundik? Bu siz uchun qolib bo'lsin. Eng oson usul. Davom etamiz. 59-chi, ya'ni o'rinlashtirish, guruhlashtirish. Boshqa etapdagi misollarga asta o'tyapmiz. Mijozning degan uy telefoni 7 raqamli bo'lib 316 dan boshlanadi. Telefon raqami 7 xonali. 7 xonali. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xona. Lekin u 316 dan boshlanadi. Ya'ni 7 xonali son 316 dan boshlanadi. Endi savol bergan. Mijoz a'zo bo'lgan bu telefon stansiyasida nechta mijozga xizmat ko'rsatadi? Deylik, har bir telefon raqam viloyatlar kesimida boshlanishdagi raqamiga qarab ajratiladi. Deylik, misol, qaysidir kompaniya Jizzax uchun 316 dan boshlanadigan raqamni berdi. Misol Jizzax uchun deylik. Sen 316 dan boshlanadi, faqat oxiridagi nechta xonasini? 4 ta xonasini tanlay olasan. Misol sen 24 demoqsan. 48 deb olmoqsan. Yoki 24 deb olmoqsan. Endi bitta narsa. Biz kombinatsiya qiladigan xona bu 7 ta emas. To'g'ri, telefon nomer 7 xonali, lekin 3 tasi zayni to'ji. 316 bo'lishi majbur uni. Demak, sen faqat 4 tagina xonani kombinatsiya qilasan. O'ylab ko'r. 0000 bo'lishi mumkinmi? 0101. Ya'ni nechta raqaming bor? 10 ta. Raqamlar har xilmi, ixtiyoriymi? Ixtiyor, chunki ani qimmat nomerlar borki, 4 tasi bir xil bo'lishi mumkin. Demak, sen oxirgi xonangga 10 ta raqam ishlata olasan. Keyingisiga ham 10 ta raqam, keyingisiga ham 10 ta raqam, keyingisiga ham 10 ta raqam ishlata olasan. Faqat 4 ta xonani 10 ta 0 dan 9 gacha raqamlar orqali kombinatsiya necha bo'ladi? 10 ming bo'ladi. Demak, 10 ming xil nomer olish mumkin ekan. Tushunarli? Endi eshiting.
Shu raqam deganda sizga bitta oddiy holatini tushuntiraylik. Misol o'zimdan misol yozaman. Misol ko'pchilik o'ylaydi, men Ucell kompaniyasidan yo Beeline'dan yoki Uzmobile'dan yo Mobizdan sim karta sotib olsam, menga yetmay qolishi mumkinmi yoki kelajak avlod yetmay qolishi mumkinmi degan fikr kimdadirda misol. Sizga o'shani hisoblab beraman. Butun O'zbekiston bo'yicha qaysidir kompaniyaning nechta raqami bor xizmat ko'rsatadigan, qaysini topamiz? Ucell topamiz. Deylik 94 lik kodi, 93 lik kodi va 50 lik ham chiqqan, to'g'rimi? Bu kodi. Bunga hozircha tegilmayman. Men avval 7 ta xona, misol 356, 74, 83, 123, 45, 67 degan qanaqadir misol raqamlar bo'yicha kombinatsiya qilamiz. Savol: nechta raqam bor? 10 ta. 000 000 000 bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Ya'ni sen misol 4 xonali son yozganingda birinchi raqam 0 ishlatmading, lekin bundachi farqi yo'q. Mumkin demoqchimiz. Nechta? 10 ta. 10 ta raqamlar bir xil ham bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bu yerda ixtiyoriy so'z ketadi. 10 ta, 10 ta, 10 ta, 10 ta, 10 ta. Ya'ni 7 ta xonaga ham hammasiga 10 tadan 10 ning 7-si bo'ladimi? Endi savol. 3 xil koding bor. 3 xil kodi bor. 94 lik, 93 lik, 50 lik. Demak, necha bo'ladi? 3 dan keyin 7 ta 0. Necha bo'ladi? Demak, Jizzax Ucell kompaniyasi O'zbekiston bo'yicha 30 xil raqamga, 30 million xil raqamga ega. Ya'ni yetadi bemalol, chunki hamma Ucell ishlatmaydi. Qo'rqmasdan olib olgan. Tushundiga? Misol, yana bitta qiziqarli misol. Endi mana shu boya qiziqarli misollar aytib o'taman dedim, shunchaki aytib o'taman, chunki kombinatorika orqali hisoblanadi. Davlat raqamlari, avtomobil raqamlari. Davlatning avtomobil uchun ajratilgan raqamlar. Kimdir o'ylaydi, misol, qishloqdan shaharga ko'chib kelsam yoki Jizzaxdan Toshkentga ko'chib ketsam, menga Toshkent nomeri yetarmikin degan kimdadir shunaqa o'y xayoli bo'lsa, hisoblab beramiz. Men faqat Jizzax hisoblayman hozircha. Misol 25 lik kodi bilan boshlanadi. Boshdagi harf bo'ladi bittasi, to'g'rimi? O'rtadachi 3 tasi son. Va oxiri ikkitasi nima bo'ladi? Yana harf bo'ladi. Harf 26 ta ingliz alifbosidagi harf olinadi. Ana sh, ch olinmaydi lotindagi. Bilamiz, ingliz alifbosidagi 26 ta harf tanlaymiz. Misol 25 a 3 ta 7 AA bo'lishi mumkinmi? Ya'ni harflar nima bo'lishi mumkin? Takrorlanishi mumkin. Demak, sen bu yerda 26 ta harfing bormi? Bu yerda ham 26 ta, bu yerda ham 26 ta harfing bor. O'rtadagi 3 ta xonachi 001, 007, 159, 384 bo'lishi mumkinmi? Sonlar ham nechta? 10 ta raqam, 10 ta raqam va 10 ta raqam. 26 ning kubi va 1000 ko'paytiramiz. 26 ning kubini hisoblanglarchi. 17 million 576 ming. O'ylab ko'r. Jizzax aholisi uchun 25 lik kodda 17 million 576 mingta avtomobil raqam bor. Men hali xususiy firmanikilar hisoblamadim. Firmaniki boshqa narsa. Bu xususiy raqamlar. Agar mabodo aholi ko'payib ketsa, bilmasam endi 25 dan keyin 26 ga o'tadimi? Chunki 25-30 ga Samarqand oralig'i. Mabodo to'lib qolsa, adashmasam bilmayman men. 26 ga ham o'tadi. Ya'ni bemalol o'ylamasdan olib o'rgan. Eshitamiz demak. O'chiraman. Qarang.
Shunaqa savoli bor ekan, ikkitasini tushuntirib o'tay. 71 misol. Qolgan oradagi hammasi sonlar bo'yicha ixtiyoriy yoki takror holat bergan 71. Hamma raqamlar toq bo'lgan nechta 5 xonali son tuzishi mumkin? Endi men hozir juft bilan toqni farqlash uchun yozyapman buni. Toq raqamlar. Bular qaysilar? Toq raqamlar. 1, 3, 5, 7, 9. Turli degan. Birinchi xonaga nechta? Ikkinchi xonaga? Nega? Chunki men 5 tadan bittasini ishlatdimmi? Turli bo'lsa ikkinchisiga ola olmayman. Shuning uchun 4 ta. Undan keyin 3 ta, 2 ta, 1 ta. Xuddi 5 faktorial kabi. Tushunarli? Necha bo'ladi u? 120 xil. Endi 72 da nechta 5 xonali juft raqamli 5 xonali son yasash mumkin? Turli juft raqamli 5 xonali son. Ya'ni raqamlarning hammasi juft bo'lishi kerak demoqchi. Juftlar qanaqa? Juftlar 0, 2, 4, 6, 8. 5 xonali son desa 5 ta xona chizasan. Lekin nima bo'lmaydi? 0 birinchi xonaga olinmaydi. Shunda nima bo'ladi? Birinchisiga 4 ta, ikkinchisigachi? Nega 4 ta? 0 olmading. 4 tadan bittasini ishlasang bittaga kamaydi. Lekin ikkinchi xonaga 0 ishlata olasan-da. Lekin uchinchi xonagachi 3 ta. Bitta kamaydi, 2 ta, yana kamaydi, bitta. Necha bo'ladi? Demak, bu 96 xil usuldan bajarish mumkin. Tushunarlimi? Mana shunaqa savollar farqini tushunsangiz bo'ldi. Qarang, shuni holatini yaxshi tushunsangiz, ertaga sizga misol 3 ga karrali sonlar nechta, 5 ga karrali sonlar nechta desa ham, shu 3 ga karrali degan raqamlar yig'indisiga qarab kombinatsiya qilamiz. Misol, mana shu sonlardan, mana shu sonlarda 3 ga karralisi nechta desa, 3 ga karrali bo'lgan 2 xonali sonlar nechta desa, 2 ta raqam tanlaysan, kombinatsiya qilasan. 5 xonali sonlar nechta desa, 5 ta xonani shunday tanlagin. 3 ga bo'linish belgisi nima? Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan qilib, senga 7 ta raqam berdi deylik. 5 xonali son yasamoqsan. 5 ta shunday sonlar tanlagin, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa. O'sha 5 tani nima qilasan endi? Kombinatsiya qilasan. Savol o'zgarsin, lekin sen mana shuni tushunsang farqi yo'q, yechib ketaverasan. Asosiy misollar hammasi shunaqa raqamlar kombinatsiyasi orqali beriladi. Tushunarlimi?